Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Freiburg kantoniga qaraydigan Guya degan bir kichik shaharda. Ko'rayotganinglar Guya ko'li. Atrofidagi manzaralar nihoyatda chiroyli. Mana shu go'zallik ichida turib, hozirlarga Ishqnoma nomli bir parcha she'rni sunay dedim. Ishqnoma nomli bu she'rlar to'plamininki avtori Abdurahim Abdulla. Men ijtimoiy taratqularda Abdurahim Abdullaning mushu she'rlar to'plami haqida o'tkazilgan bir qitimliq suhbatda nihoyatda hayajonlanib aytgan tavandagi bu so'zlardan bek ta'sirlandim. Xatirlab olgandim, oldi bilan shuni o'qib beray. Abdurahim Abdulla mundaq deydi. Men bu to'plamdagi she'rlarni, har bir she'rni yozayotganda Hazreti Navoiy bir tuyg'umda menga jiroqdan qarab turgandek. Yana bir tuyg'umda orqamga kelib, mo'ramning ustidan qarab turgandek hissiyotga keldim. Shu minutlarda qalamim titrab, qo'llarim titrab, Navoiydan xiyolan aymandim. Shu ulug' zot, shu chog'larda titragan qo'llarimni, qiyib ketgan qalamimni o'zi yo'liga selib turdi. Men o'zimni an'anaviy she'riyatimizning va shu ulug' zotlarimizning eng ixlosmand shogirdi deb hisoblayman. Haqiqiy shoirninki chin yuragidan chiqqan bu so'zlar haqiqatanmi udul bizning yuragimizga tegadi. Xo'sh, endi hozirlarga Ishqnoma nomli bu katta she'rni o'qib beray. Ishqnoma. Yatar halsirab dashtu bayavan, qo'yib beshini qorong'u tashqa. O'tdi 40 yil o'ginalmadim, qandoq ko'nishni yarsiz yashashqa. Ayning nuriga turgan chilinib, sumbul chechini tarayman cho'lning. O'lishga qachon yetganda umr, jallar qalandar qaytada gulning. Levini yalar daryolar ussab, to'lg'an ayoldur chinqchush bu dam. Hayot azaldan yerim chena suv, tugumas biroq ishganga odam. İçiş uchunla hayotimni men bir iriq chopdim 40 yil charchab. Bir parcha rangsiz suratdir baxit, meni to'xtamay yuribdi aldab. Ko'yar charaslab tillarda aynak, gulgun shoxlardan nazg'isi hilol. Kuzdak sarg'ayib aynak ichida qarab o'ziga urar ayol. Bilmayman qachon ko'rdim men uni. Bo'ldi 40 yil, unutolmadim hech. Mening bu sodda she'rin xiyolim o'lar qansirab ko'ksida qilich. Bahor qo'nmagan shoxlarda hijron, buzar tushini yupurmoqlarning. Ko'ni tugmandek mening hayotim, tugaydi kuyib ostida qorning. Biroq bu yil qish yog'olmadi qor. G'amlarda yana etib ham talash. Menga notonish heliqa ayol, afsus sirini qilib qo'yar pash. Ko'ngil bir o'ydur, tomlari eg'iz. Kirib o'tidi aşıqlar her dem. Ne kadar ulug' aşıqlık degan, aşıq bo'lgandek ölümge odam. Shuncha yil yashab o'zimda yolg'iz, yashirolmadim ismimni faqat. O'tqa tashlasam barcha so'zlarni, ko'ymidi asla so'ygi degan xat. 2020-yili
24 fevral. Qaltis şiir, ha? Maqul emse, hürmetli qeyrindaşlar, bugünkü anlatışımız müşakici bolsun, keler qitimliq programımızda görüşeyle. Xayr xoş, aman bolaylı, xayr xoş.